Assalomu alaykum, qanday ahvol, sog' salomatchilik. Men necha kun oldidan Trump hukumatiga va Bayden hukumatiga qarata o'zimniki ko'z qarashlarini o'rtaga qo'yib, bir tal video ishlagandim. Buningda shu Uyg'urlarniki Trumpga bo'lgan ziyoda berilib ketishlari, Baydenga bo'lgan betaraflama qarashlarini oltida tanqidlagan va uningdan boshqa Trump hukumatiniki Uyg'urlarga qilganlari haqida bir qur baho bergan. Albatta yuzaki bir bahoti yetarlik biz orzu qilgandek ish qildimi deganda men qilmadi deb o'zimning qarashini o'rtaga qo'ygan. Ondan keyin Bayden hukumatiniki shu Uyg'urlar masalasida qanday qilishi mumkinligi haqidagi qarashlarini o'rtaga qo'ygan. Aslida men bek ko'p video ishlashni xohlamaydim shu kunlarda. O'tgangi videoda degandek muvaffaq vaqt chiqqan vaqtda yana biri muhim temalar o'ttirg'a chiqqan vaqtda men uchun muhim tema shu bizningki Uyg'urlarning taqdiriga munosabatli temalar qolgan hamma temaga chat kirib yurishni xohlamayman. Shunday ahvol ostida yana o'zimniki qarashlarini o'ttirib qo'yman degandim. Endi degandek oradan 2 kun o'tmasdan intayin cho'ng bir taraqqiyot o'ttirg'a chiqdi. Bu biz yıllardan bu yan arzu qilib kelayotgan Trump hukumatidan bo'libmi tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'dan umid kutib arzulab kelayotgan ammo ta hozirgacha amalga oshmay kelayotgan bir arzu edi. U bo'lsa-mu Xitoyning bizning vatanimizda bizga selayotgan zulmini nim bo'lsa shundoq deb atash. Ya'ni u irqiy qirg'inchilik Xitoyningki siyosati, davlat siyosati sifatida Uyg'urlarni bu zamindan Sharq Turkistondan Uyg'ur zaminidan tartibga yo'qotib o'tish. Undaq ekan buning ismini cho'qim kishilik huquq dafsandichiligi yoki boshqa har xil suyuqlantiradigan nomlar bilan atamasdan aynan irqiy qirg'inchilik deb atash kerak. Bundaq bo'lganda buningki salmaqi, vazni ig'irlaydi va buningki hal qilinishi, to'xtatilishi ma'lum darajada tezlashadi. Şuna bunu biz arzu qilib kelgan, ammo amalga oshmay kelgan. Xudoga shukr. Tunugun Amerikaning tashqi ishlar ministri Mike Pompeo va tashqi ishlar ministrligi birdek doklad bayonot e'lon qilib, bu zulmni, bu vahshiylikni rasmiy irqiy qirg'inchilik deb e'lon qildi, bekitdi. Buni nurg'un kishilar bilib bo'ldi. Bunu ko'rayotganlarning ichida nurg'unlaringlar buni ko'rib bo'ldinglar, xushallik bilan bu tantanani qildik va qilyapmiz. Menimcha bu Trump hukumatiningki biz uchun qilgan eng chong töhfasi deyishga bo'ldi. Albatta boshqa nurg'un ishlarni qildi men yuqoridagi videoda deb o'tgandek, ammo yeterlik emasdi deyishimda asos ko'z tutganim bu masalaga ism qo'ymaganligi edi. Aslida ismni qo'yib, ondan keyin bunga qarata texnik kuchli javob qaytarish va Xitoyni jazolash kerak. Talab bo'yicha bo'lganda. Ammo shundaqdimi boshqa qilganlarini tilga olish bilan birga shuni qilmaganlik uchun nazarimda yetarli qilmadi degan yakuni chiqargan. Endi nimalar bo'lsin, mayli qaysi maqsadda bo'lsin, oxirgi paytlarda bu qarorni chiqardi. Bu nihoyatda olqishlashga tegishli va zo'r tarixiy ahamiyatga ega bir qaror. Shuna bugun men yana shu munosabat bilan bu videoda o'zimniki qarashlarini o'ttirib qo'ymoqchi. Hozirgi paytning o'zida Amerikada prezident almashyapti. Bayon men ko'rgan xabarda Trump xo'shlashib Oqsaroydan ayrildi. Bayden cherkovga berib duo tilovat qilyapti hozir. Biz Amerikaga tinch omonlik tilaymiz va men Xudo haqida sodiq yaxshi ishlayman deb ifodalarini bildirish kerak.
Muştundaq murasim tertiplerini besip bugün Biden Amerika'nınki prezidenti bulmakçı. Meniki bu işler hakkında pek sözlüğüm yok çünkü akbaratlarda, medyalarda hemmesi devatkan bir mesele. Ben pek kızıkmayım. Ama ben bugün şu lanı çördüğü asasda bir kança temada toxtalmakçı. Bunun birincisi bu kararınki yani keçikken bolsunmu bu kararınki ehmiyeti nima, qanchalik foydasi bor degan masala haqida o'zimninki bilganlari asosan qarashimni o'tirib qo'ymoqchi. Bu bir. Ikkinchisi, yangi hukumatninki bu qarorga tutgan pozitsiyasi qandoq bo'lyotidi yoki qandoq bo'lishi mumkin. Bu vaqtdagi qarashlarim yana boshqa yana bir tema so'zlamoqchi edim, hozir unutib qoldim lekin kechqurun yozib olmabdiman. Şuna isim kep qolsa, unumum so'zlayman. Ama Xitoyning qanday inkas qayturishi hammamizga ayon. Shunga uningga parvo qilmayman. Xitoyninki inkas haqida fikrimni o'tirib qo'ymayman. Endi Trump hukumatiningki qarori deb elishni muvofiq deb qarayman. Chunki Mike Pompeo aktif rol oynagan bolsun, ama o yönde Trump hükümetinin bir emaldari. Şunun için bunu ahırda Trump hükümetininki hizmeti de bekitishga doğru keldi. Şuna Trump hükümetininki bu kararı qanday ahamiyatga ega. Albatta bu intayin zo'r tarixiy ahamiyatga ega. Çünkü bu oldi bilan elib aytganda dunyoda tunji bo'lib bir davlat tarafidan rasmiy bizningki tortayotgan zulmimizningki to'g'ri ismining qo'yilishi. Albatta bu yerda ta'kidlab o'tadigan bir nuqta bor. U bo'lsa bu bir ma'muriy qaror, Trump hukumatining qarori. Bu parlamentning qarori bo'lmaganligi uchun qonuniy qaror hisoblanmaydi. Ondan keyin bu Amerikaningki bir taraflama qarori, bir taraflama deyishimda Amerika o'z oldiga chiqargan qaror bo'lganligi uchun yana xalqaro qonun nuqtasidanmi yeterli kuchga ega bo'lmaydi. Biz o'tgan yillardan tortib shu 1990-yillardan Paris qo'ltiqishidan tortib bo'lib kelgan xalqaro munozaralarni, tahlillarni ko'rib cho'ng bo'lgan. Shuni qaraydigan bo'lsak, Sharq Timordagi masala bo'lsin, mayli Rwandadagi qirg'inchilik bo'lsin, ondan boshqa Darfur meselesi, ondan keyin shu Bosniya qatorliq joylardagi masalalarda bo'lsin, ko'pincha qaraydigan bo'lsak, bu masala asosida xavfsizlik kengashida muzokara qilingan va xavfsizlik kengashininki qarori chiqqandan keyin ondan bu rasmiy bekitilgan. Odatda xalqaro qonun nereden chiqadi desanglar, asosida xavfsizlik kengashining qarorlaridan chiqadi. Bu xavfsizlik kengashi BDT'ga qarashliq, BDT'ning markazini tashkil qilgan bir organ. Endi Uyg'urlarning masalasi hozirgacha bu xavfsizlik kengashida yetarli debdiman, asosan muhokama qilinmadi, muzokara qilinmadi, maxsus qaror chiqarilmadi. Nimishqa deganda Xitoy bu xavfsizlik kengashininki doimiy a'zo davlatlardan biri bo'lg'achqa va Xitoyning yanında yana Xitoyga davomli hamkorlashib kelayotgan Rossiya qatorliq davlatlar bo'lg'achqa bu davlatlarniki yana veto qilish, qarshi ovoz berish, rad qilish huquqi bo'lg'achqa, shunga bu bizningki masalamizniki xavfsizlik kengashida muzokara qilinishi va bu yerdan xalqaro qonun nuqtasidan nihoyatda kuchli bir qarorning chiqishi tez. Ama chiqamdi buningga bir narsa deyolmaymiz, kelgusida ko'ramiz. Shuning uchun bu Amerikaningki bu qarorni chiqarishi texi bir boshlanish deb tushunishimiz kerak masalanki. Hargizmi nimasi yuqori nuqta deb tushunmasligimiz kerak. Bu oldi bilan bir davlat tarafidan, ya'ni Amerikadagi bir davlat tarafidan buning ismining to'g'ri qo'yilishi. Endi bununla ergişip yeni basılan nurgun kademler var. Bu kademler içinde bu bir memuri karar.
Şuna bununki yeni bir hükümet tarafından yoki ondan keyin yana bir hükümet tarafından o'zgarib ketmasligi uchun bu bir qonuniy kuchga ega qarorga aylanishi kerak. Buning uchun parlamentningki qaror loyihasi ma'qullashi yoki qonun loyihasi ma'qullashi orqali buni bekitish cho'ng ahamiyatga ega. Bu bir. İkinci bilan buningki xavfsizlik kengashida BDT'da bekitilishi texnik cho'ng ahamiyatga ega. Gerçi yuqoridagi omillar tufaylidan buning mumkinchiligi tuvan bo'lsa-mu, lekin xalqaro qonunninki nuqtasini olib aytganda shunday jarayonlarni besish kerak. Ama nimalar bo'lmasin bu zo'r ahamiyatga ega. Ama nimishqa bu irqiy qirg'inchilik deb bekitishningki ahamiyati bunchalar cho'ng deymiz. Men qonunshunos emas, bo'libmi xalqaro qonunda qonunshunos emas. Shunga %100 to'g'ri yakun chiqa olishim natayin. Ama shundaqdimi meningki kasbimningki ichida xalqaro qonunmi bor. Shu jarayonda o'rganganlarimga asoslanganda bu irqiy qirg'inchilik jinoyatininki bekitilishi, shu davlatga urush etishninki, shu davlatni jazolashninki, harbiy mudohala qilishninki asosi bo'la oladi. Asosi bo'la oladilar emas, balki irqiy qirg'inchilik qilgan davlatni jazolash irqiy qirg'inchilik ahdnomasini tuzgan davlatlarninki o'rtaq va'dasi. Bilmaganlar uchun eskartish bo'lib qolsin, 1948 yilga deyman. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qurilib uzun o'tmay dunyoda irqiy qirg'inchilikni cheklash va tugutish bir ahdnomasi tuzilgan. Bu ahdnomada irqiy qirg'inchilikninki aniqlamasi berilgan. Bu aniqlamaninki bir qanchasiga biz tushimiz hozir. Amerikaninki mushqatin bekitishidimi, bo'libmi nupus kontroli, oilalarni vayron qilish qatorliq Xitoyninki siyosatlarini shu o'lchamga tushidi deb qarab turib hukm chiqargan. Ammo Xitoy bizni sayning teshidek qirib etmaganligi, xalqaro jamiyat yuzlab minglab o'lgan kishilarning jasadini ko'rmaganligi uchun hozirgacha nurg'un tadqiqotchilar, tashkilotlar ehtiyot qilib kelgan bu so'zni ishlatishda. Endi hozir ba'zi tadqiqotchilarning og'zidan biz xalqaro qonundagi bu aniqlamani o'zgartirishimiz kerak. Bu 50 yil burungi irqiy qirg'inchilikning aniqlamasi bugungi davrga mos kelmayotdi. Ayni davrda shunday ibtidoiy qurollar bilan yoki bo'lmasa an'anaviy qurollar bilan shunday insonlarni keng ko'lamda o'ltiradigan ish bor. Hozir bo'lsa yuqori texnikalik irqiy qirg'inchilik o'tirg'i chiqdi. Yana qon chiqamay, buz chiqamay o'tiradigan shunday holat yuz berdi. Shuning uchun bu aniqlama o'zgartirilishi kerak degan sadolar chiqyapti. Bu nihoyat yaxshi yuzlanish. Menimcha dunyo o'zgargan ekan, aniqlamalarni yengillishi kerak. Shunga cho'qim bir millatni sayning tashida qirib tashlasa irqiy qirg'inchilik bo'ldigan, ammo yuksak texnologiyaga tayanib turib dunyoga nolasini chiqilimi qo'ymay tunjiq turib yo'qotsa, bu irqiy qirg'inchilik bo'lmaydigan bir ish bo'lsa, bu insonning aqli bilan, insonning vijdoni bilan bu o'ynashqanlik. Bu o'zimizni o'zimiz insoniyat sutida deyapman, Uyg'ur sutida emas, ahmoq qilganlikdan boshqa narsa emas. Sözümüzge qaytsak, shunday bir ahdnoma kelishim tuzilgan. Bu kelishimda irqiy qirg'inchilikning aniqlamasi bekitilgandan sirt buni yurgizuvchi davlatni yoki tashkilotni jazolash va bu hodisaninki qayta yuz bermasligi kapolatlik qilish va'dasi berilgan. Afsus, undan keyin dunyo tarixida bu xil irqiy qirg'inchilik yana davomli yuz berdi. Men yuqorida sanab o'tgan mayli Kosovo, Bosniyadagi qirg'inchilik bo'lsin, mayli Sharq Timor, mayli Darfur, Rwanda, bu xil qirg'inchiliklar bugun yuz berayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bular hammasi ana shu ahdnoma tuzilgandan keyin dunyo never again qayta yuz bermaydi deb shunday cho'qonlarni to'lg'andan keyin yuz berdi va yuz beryapti. Nimalar bo'lmasin, insoniyatning axloqini, insoniyatning vijdonini qo'zg'ab turadigan ana shu ahdnomalar, kelishimlar, xalqaro qonunlar bor. Shuning uchun bu
vahshiylikninki, bu zulmninki qiyqirg'inchilik deb bekitilishi g'oyat zo'r ahamiyatga ega. Hozir Xitoy zo'r bir kuch bo'lganligi uchun, cho'ng bir davlat bo'lganligi uchun, shunga buningga damoliqqa hatto xavfsizlik kengashidan shundoq bir qaror chiqqan taqdirdami mudohala qilish oson bo'lmasligi mumkin bo'lmasligi mumkin. Ammo tarix bizga ko'rsatganidek, bu jinoyatni sodir qilganlar va buni ustiga olganlar cho'qim badal to'laydi. Masalan, eng yaqinqi misolni olib aytsak, Sudanniki sobiq prezidenti Bashir Darfurda o'tkazgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlari uchun xalqaro sudga topshirib berildi. Yillardan buyon buning haqida tutish buyrug'i chiqarilgan, jazo berilgan, ammo bu Sudanniki davlat boshlig'i bo'lganligi uchun buning qarta biror davlatniki mudohala qilishni xohlamaganligi uchun bu turib kelgan. Ammo o'tgan yili deyman, o'tgan yilning boshlari Sudanda siyosiy o'zgarish yuz berib, yangi hukumat qurilgandan keyin xalqaroning talabi bo'yicha uni topshirib berdi. U hozir jajisini yeyish oldida. Ondan boshqa yana bir misol, Myanmarda, Birmada Rohingya'daki musulmonlarga irqiy qirg'inchilik sodir qilgan hukumat va uningki beshi ayolni unutib qoldim. Aung San Suu bir narsa ismi. Bu hozir hukumatning beshida bo'lganligi uchun va bu yerga bir davlat hozirgacha mudohala qilishni xohlamaganligi uchun shunga jazosiz turyotidi. Ammo umu jinoyatni ustiga oldi, uningmi jazosini beradigan bir payt keladi. Ko'pincha qaraydigan bo'lsak, bu irqiy qirg'inchilik jinoyatini o'tkazuvchi prezidentlar, diktatorlar hokimiyatdan og'dirilgandan keyin o'zining davlatidagi xalq tarafidan yoki boshqa sabablardan og'dirilgandan keyin ondan yangi hukumatniki xalqaro jamiyat bilan bo'lgan munosabatini yaxshilash uchun xalqaro sudga topshirib berilishi shaklida jazolanib keldi yaqinqi 10 necha yilda. Yugoslaviyaning sobiq prezidenti Slobodan Miloševićni keyin Serbiya hukumati topshirib berdi xalqaro sudga bilishimcha. Bashirni Sudanning sobiq prezidentini yangi hukumat topshirib berdi. Chunki yangi hukumatni xalqaro jamiyat qabul qilish uchun u o'zini oqlash kerak. Meningki ov jinoyat bilan ishim yo'q. Men uni ayblayman. Men unga qarshi uni o'tkazganda men yo'qdim yoki men unga sherik emas. Shunga men o'zimningki majburiyatni ado qilaman deb topshirib berishga majbur bo'ladi. Bo'lmasa uni xalqaro jamiyat qabul qilmaydi. Shunga Xitoy bu jinoyatni o'tkazdi va bu jinoyatningki tunji tamg'usi Shi Jinpingningki Chen Shuangguo'ningki peshonasiga urildi. Unday ekan buningki jazosini cho'qim tortadi. Mayli yaqin kelgusida tortsin yoki yiroq kelgusida tortsin, buni tortadi. Ammo uning buni tortishidan bakrak zo'r ahamiyati bizningki Uyg'urlar uchrayotgan zulmningki e'tirof qilinganligi va buningki Uyg'urlarningki hayot qilishi, saqlanib qilishi, mavjud bo'lishi, hatto siyosiy da'volarimizningki teximiz cho'ng qo'llash berishi, hatto mustaqilligimizningki qo'lga kelishida nihoyat zo'r ahamiyatga ega ekanligini men aytalayman. Mana bu yuqoridagi xalqaro qonundagi va xalqaro kelishimlardagi mazmunlardan chiqib turib deganlarim bu tarixda isbotlangan va hozirgacha isbotlanayotgan bir reallik. Shuning uchun buningdan nihoyat xursand bo'lishimiz kerak, nihoyat umidvor bo'lishimiz kerak. Bu deganimdek yana ishninki oxirgi pallasi emas, bu boshlanishi nurg'un musofirlar bor. Bu yerda yana qistiradigan bir narsa, bayon men bir narsani so'zlayman deb unutib qolgan dedim-ku. Shu narsa esimga keldi. U bo'lsa nima desam, bu yana bir xo'sh xabar, yaxshi xo'sh xabar, ammo biroz shu xabar tarafi bor. Amerikadan Mike Pompeo, biz Polatkan deymiz-ku. Polatkan shu xabarni e'lon qilgan mezgilda
Angliya parlamentimi bir qonun loyihasini ovoz qo'yyotdi. U bo'lsa-mu, mushu irqiy qirg'inchilik, irqiy qirg'inchilikni bekitish, ya'ni chet el hukumatlarininki o'tkazayotgan irqiy qirg'inchilikni bekitish huquqini Oliy sudga o'tkazib bermaslik masalasi haqidagi bir qonun loyihasi edi. To'g'risi qonunninki tuzitilgan nusxasi edi. Bu afsus 10 necha ovozninki ziyoda qarshi turishi bilan esimda qolishicha 206 ga qarshi 220 necha ovoz bilan bu mag'lub bo'ldi. Ammo buningki qayta ovoz qo'yilishi, qayta yana kun tartib qilishidan umid bor. Endi bu qonun loyihasininki biz bilan nima munosabati? Hozir bu qonun loyihasini bu tuzilgan nusxani tashabbus qilguvchilar ve bunu qo'llab kun tartibga kelayotganlar del Uyg'urlarni qo'llayotgan kishilar. Hozir bu qarmoqqa bir qonun tuzitilishi bo'lgan bilan tuzitilgan bu loyiha qabul qilingandan keyinlar buning birinchi bo'lib tatbiq qilinadigan yeri Xitoy. Ya'ni Uyg'urlarning masalasi. Shuning uchun Angliyadagi kishilik huquq faoliyatchilari, Uyg'urlarni qo'llovchilar buningga bek kuchayotdi. Bizmi buning uchun duo qilaylik, qo'limizdan kelishicha yordamlashaylik. Bu qonun loyihasi ma'qullanmay qoldi. Ama bu ma'qullansa Angliya Oliy sudi Uyg'urlarningki uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni bekitish huquqiga ega bo'ladi. Sudning bekitish huquqiga ega bo'lganligi demokratik davlatda ichki kabinetninki huquqiga ega bo'lgandan jiq yaxshi. Hozir bu qarorni siyosat chiqaradigan Angliyada, ya'ni hukumat chiqaradigan, parlament chiqaradigan. Ama bu qonun loyihasi ma'qullansa, o chaqda bu sudga o'tadi ekan. Chunki sud hukumatga qaraganda xilola betaraf ve menfaat munosabati to'qnashmaydigan bir organ. Shuning uchun agar bu qonun loyihasi ma'qullansa, inshaalloh texmo yaxshi bo'ldi Angliya sudiga biz Uyg'urlar arz qilsak yoki bo'lmasa Angliyadagi kishilik huquq faoliyatchilari arz qilsa ve bunun bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi Angliya sudi tarafidan bekitilsa, shuning bilan Angliyaningki Xitoy bilan savdo qilishi cheklandi ekan. Ma qonunninki nochiri mayad ekan. Ya'ni irqiy qirg'inchilikqa munosabatlik davlat bilan savdo aloqasi qilish cheklandi degan belgilanma ekan. Shu bo'yicha agar Xitoyga bu bekitilsa, o chaqda Angliyaningki Xitoy bilan savdo qilishi tamamen mani qilinishi kerak bo'ldi ekan. Shuning uchun Angliyaningki siyosat sohasidagilar buningga qarshi turibdi. Bu yerda mundaqcha aytgan chaqda insoniy vijdon bilan, axloqiy majburiyat bilan, insonlik bilan siyosiy manfaat, iqtisodiy manfaatlar to'qnashib qolibdi. Bu doim bo'lib turadi insonninki tanlashida. Davlatninkilar emas, bizning shaxsiy tanlashimizdan bo'lib turadigan bir masala. Ammo biz yanıla insoniylikninki, axloqninki kuchininmi iqtisod, siyosat oldida ojiz emasligini ko'rdik ve davomli ko'ryapmiz. Amerikaninki buni bu zulmni qirg'inchilikda bekitishining oldida nurg'un to'solg'i bo'pti. Men ensirayotgan bir nuqtami izchil shu bo'lib kelgan. Nimishqa? Chunki qirg'inchilikda bekitgandan keyin u davlat bilan normal savdo qilish tasqi to'xtaydi. Bo'lmasa jinoyatchining sherigi deb atilib qoldigan gap. Ticaret qilmasa pul kelmaydi, pul bo'lmasa davlatni boshqa qilolmaydi. Shuning uchun siyosatchilarningki besh qatidi. Vijdonning ovozi quloq solaymi, axloqning ovozi quloq solaymi, e'tiqodning, iymonning ovoziga, insonlikning ovozi quloq solaymi yoki manfaatning, siyosatning, iqtisodning, saylamda o'tishning ovozi quloq solaymi degan bu masala davomli xili vijdonliq, iymonliq siyosatchilarni qiynaydi. Shuning uchun men Amerika siyosatchilarininki, hukumatininki bu masalada bir qaror chiqarmay qilishidan ensirgan. Ammo Xudoga shukr, bu qaror chiqdi. Buning bilan tunji bizningki 2021-yilimiz yaxshi boshlandi. Endi Angliyaninkini deb bo'ldimi? Unda qolsa
bu kararga qarta bu kararga qarta yeni hükümetning pozitsiyasi qandaq bo'lyapti? Bu texmo xushallanarlik bir ish. Endi yeni hükümetninki qandaq siyosatlarni yo'l qo'ydiganligini texe keyin ko'ramiz. Ama yeni hükümetninki tashqi ishlar ministri nima deyishning ismi? Antony Blinken. Shundaqmi? Shundaqroq bir ism. Antony Lamday. Antony tunugun Amerika Kengash palatasininki nimisida vazifaga qo'yilish uchun bir guvohlik oldigan bir ishi bor. Yana sinaydigan bir ishi bor endi. Şuna bir ma'qullashni olish kerak. Senato deymiz, Kengash palatasining tasdiqini olish kerak. Agar o'sha tasdiqdan o'tolmasa, yana Biden boshqa birini ko'rsatishga to'g'ri keladi nomzodlikqa. Bu yerda Mike Pompeo'ning qarorini qabul qilgan qilmaydiganligini so'raganda keskinlik bilan u mening qarorim bo'ladi dedi. Ya'ni men bo'lsam shunday qaror qilardim dedi. Ondan keyin bugün bu haqda chiqqan boshqa muhim xabarlarda buni qarasam Facebook'larda bir qism bizning faoliyatchilarimiz kishilar Uyg'urchaga tarjima qilib chiqarib qo'yibdi. Bunida bu yeni bo'lg'usi tashqi ishlar ministrininki texmo atrofli qarashlari o'tirib qo'yilibdi masalada. Buningki meni xushal qilgan suyundigan yeri nima desa, Uyg'urlarninki oylardan buyon Biden hukumati haqidagi xato yetaklanishi va Afg'onistonda uchurlarninki bek yamrab ketish natijasida behuda Biden hukumatiga o'chib qilishi qatorliq pas ta'sirlar bo'layotgan bir vaziyatda bu tashqi ishlar ministrininki bu ifodasi Uyg'urlarga nihoyatda bir ijobiy signal berdi deb o'ylayman. Bu yana yangi hukumatga bo'lgan tunishimizninki o'zgarishida va masalalarga taqim ijobiy qarashimizda zo'r ahamiyatga ega. Endi bu kishininki deganlari xuddi men o'tgangi videoda deganimdek, balki mening deganimdanmi bekrak nima chiqdi? Ijobiy chiqdi. Men ba'zi Uyg'ur masalasida bo'shamaydi qolgan masalalarda biroz bo'shishi mumkin deb o'ylagan. Ammo buningki ifodasi texmi keskin bo'ldi Xitoy masalasiga kelganda. Oldi bilan Uyg'urlar haqidagi qarorga qaytgan inkosini elib eslab, o Trump o Biden elishdim. Mike Pompeo'nun qarorini keskin qo'llaydiganligini aytdi. Ya'ni bu yerda mundaq bir endishi bor. Bu Trump hukumatining oxirida tushgan vaqtda Biden'ninki yukini yengil ig'irlatish uchun, Biden'ga to'salg'i paydo qilish uchun qoldirib qo'ygan bir ish, bir yuk. Buni keyingi hukumat qabul qilmasligi mumkin deydigan endishi bor. Va buni Pompeo buni maqsadlik Biden'ni qiynash uchun chiqadi. Asli bo'lmasa nimishqa oxirgi kunida chiqirdi deydigan tanqidlarmi bo'lyapti. Meningmi shundoq bir umidim botdi va tushuncham botdi. U bo'lsa-mu, agar Trump hukumati haqiqatan Xitoy qattiq bo'lishni o'ylasa va Biden'ninki Xitoyga yumshoq bo'lishni ensirasa, undaqda Uyg'urlarninki uchrayotgan zulmni irqiy qirg'inchilikda bekitish eng yaxshi dana tanlash siyosiy jihatdan. Nimishqa? Chunki bu qarorni chiqarib bo'lgandan keyin Biden hukumati yanolmaydi. Agar yansa, bütün kişilik hukuk faaliyetçileri, vicdanlı insanlar, Uygurlar okşar zenkeşlik uçurgulatçılar hemisininki lente uçuraydı. Bu Amerika'da nokul realist menfaatinin kendinden emas, belki idealist qarashlarninki to'g'riliq, axloqiylik, insoniylikninki kendinden chapadigan bir davlatda qilib bo'lgan ish emas. Shuning uchun men bu eng yaxshi tanlash bo'ladi. Shunday qilsa bo'ladi deb kelgan hali uzundan buyon o'zimninki tanishlari, yaqinlarining orasida.
Hem şunda arzu qılatdım. Diginimdek şundaq qıldı. Yani bunun bu xil tərəfi batdı, bunun şundaq siyasi bir kozurluq tərəfi. Ama yaxşı boğunu meyli umumiyyətlə cemaat fikirdən saqlanış üçün, besimdən saqlanış üçün desin, yoki meyli chin ko'ngildan chiqarib desin, yeni bolğusi tashqi ishlar ministrimi nim dedi? Bu mening qarorim bo'ladi. Men buni qo'llayman dedi. Ondan keyin bu kishiningki Xitoyga tutgan pozitsiyasi haqidagi qarashlarimi umuman tadqiqotchilar, mutaxassislar o'tirib qo'yib kelgan. Men uni shulardan anglab, o'rganib, sizlarga o'tganki videoningki oxirida deganlarimga uyg'un chiqdi. O nim dedi? Trump hukumati o'tgan 4 yilda Xitoyga qattiq qo'l bo'lishda va qattiq muomala qilishda to'g'ri qildi. Chunki Xitoydek bir davlatga kuchli bir o'rindan inkos qaytarmasak, ya'ni qattiq inkos qaytarmasak, taqobil to'g'ri bo'lmaydi, tetig'ili bo'lmaydi. Shunga men Trump hukumatiningki bu nimisini, pozitsiyasini, maydonini qo'llayman. Ammo Trump hukumatiningki qo'llangan taktikalarga men qo'shilmayman. Nurg'un qarashlarga qo'shilmayman dedi. Va buni tushuntirib, Trump hukumati bizning ittifoqdoshlarimizni bizdan yiroqlashtiryapti. Bizning ittifoqdoshlarimizni bizdan yiroqlashtiryapti. Shuning bilan bu Xitoyga taqobil turishda unumli bo'lmadi. Shunga men Trump hukumatiningki bu qattiq maydonni davomlashtiraman, ammo uslub jihatdan ittifoqdoshlarimiz bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirib, boshqa usullar bilan buni elib borman dedi. Bu buchoqcha tadqiqotchilar, mutaxassislar deyotgan, men o'qiyotgan mazmunlarga udul keldi. Buni tasavvur qilgan edik, deganimizdek shundoq bo'ldi. Ammo kishilarningki nazdidagi Xitoyparast Bayden hukumati deydigan kishilarningki tushunchisida va bu haqda taqalgan qo'shti gaplarga qaraganda shunda bir endişimi şekillengen insanlarda. Çünkü kelgusini hiç qaysimiz bilmeymiz. Şuna yalganını min qatım to'g'ri rasuldu degandek, shundoq bu Xitoyparast deyaversa kishilarda bu rost Xitoyparast bo'lib qoladimi degan tuyg'umi kelib qoldi. Ammo bu jihatni elib aytgan chog'da kishilar o'ylagandek, hatto ehtiyot qilib ba'zi kishilar og'iz ocholmagandek undoq Xitoyga yumshoq muomala qilmaydiganligini ifodaladi va keskin inkos qaytardi. Menimcha qolgan ishlarni kelgusida ko'ramiz. Shunga har doim deb kelganimdek masalalarga nihoyatda sovuqqon bo'lishimiz kerak. Hayajon bilan qiziqqonlik bilan o'zimizningki dushmanlarini avutib olsak bo'lmaydi. Bizga dushman yetib oshidi. Bilganimizdek Xitoy Kompartiyasining olan 80 milyon a'zosi bor. 3-4 milyon askari bor. Shunga bizga hilg'u Amerikaningki solchilarini yoki yana bir davlatning o'ngchilarini dushman qila olish emas, hatto Xitoyningki mo'tadil va bizga bevosita ziyonkashlik qilishga aralashmagan, qatnashmaganlarini dushman qila olishmi qat'iy yarashmaydi. Biz yillardan buyon Xitoy Kompartiyasininki radio televizorlarda shundoq bir so'zni ishlatib kelganligini davomli ko'rib keldik. U bo'lsa-mu hamkorlashqili bo'ladigan barcha kuchlar bilan hamkorlashishimiz kerak. Mana bu bizni yo'qitma deyotgan bir dushmanninki davomli ta'kidlayotgan so'zi. Undaqda bizmi hamkorlashqili bo'ladigan barliq kuchlar bilan hamkorlashishimiz kerak. Bu bizga nisbatan texmo aqliy, texmo mantiqliq, mayli dunyoviy qonun bo'lsin, mayli ilohiy qonun bo'lsin, mayli vijdon axloq nuqtasidan bo'lsin, tamamen qabul qilinadigan to'g'ri bir tushuncha, to'g'ri bir qarash. Shunga davomli qilgan ishimiz diqqatimizni yig'ib turib, kuchimizni yig'ib turib, bu yo'limizda ilgirlash, bayman deb o'tgandek, bu bir o'tmishga qaraganda cho'ng bir ilgirlash, ammo kelgusiga qaraganda bu bir boshlanish. Bu qaror texnik ko'p davlatlardan chiqish kerak.
bu karar devletlerninki siyasi organları tilla emas, belki kanun organlarından çıkış gerek. Bu karar Xavfsizlik Kengashida ma'qullanishi kerak. Buning uchun biz texmo zo'r energiyaga, texmo zo'r kuchga muhtoj. Shunga kuchimizni, energiyamizni boshqa ishlarga sarf qilmasdan bu yo'lda davomli ilgarilashimiz kerak. Aslida siyosiy tahlil shaklida betaraf turib so'zlash nihoyatda rohatdir. Lekin ben onu söyleyemeyim demişka, çünkü ben sizlerge o'xshashlam irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan bir millatniki farzandi. Meniki oilamdagilarmi, do'stlarimmi bu zulmni boshdan kechiryotidi. Qanchasi hayot, qanchasi o'lik bilmayman. Shuning uchun undaq bo'lsin bo'ldi, mundaq bo'lsin bo'ldi emas. Biz qanday qilishimiz kerak, nimalarni qilmasligimiz kerak degan masalalarni aralashtirib turib, xuddi ma'lum ma'noda aytganda nasihat şeklinde qolgan şekilde so'zlayapman. Buni to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Herkesmi atikachilik qilish niyatim yo'q, balki men to'g'ri deb bilgan ishlarni sizlarga yetkazishni, xato deb bilgan ishlarni ogohlantirishni o'zimga burch deb bilganligim uchun xili ishlarda sukut qilsammi, ammo millatniki manfaatiga, jonajon manfaatiga ziyonli masalalarda sukut qilolmadim, ham qilolmayman bundan keyinmi. Shunga shunday so'zlashni davomlashtiraman.